Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz Volidam Taqdirlar saroyidamiz. Bugun san'atkorlar rosa ham ko'p. Yakkabog'dan Marjonaxon kelgan. Bugun to'y xudo xolasa haqiqiy gala konsert bu. Chiroyligini o'tkazishga harakat qilamiz. Sherali ikki og'iz shirin so'zlarni gapiraman deyapti, lekin navbat kutib turasiz sizga. Sizni bojangiz bo'ladi, Yoqub aka. Assalomu alaykum. Mana bugungi to'y yaxshi bo'lsin, keliko'larimizga baxt tilaymiz. Bunday o'ja qilib Baxtli bo'lsin. Nasib bo'lsa, men jamoam bilan bugun yaxshi o'tkazaylik, xudo xolasa. Hammaga omad tilaymiz. Sherali aka faqat to'y ekan. Bu yerda Ziyo aka kelgan. Ziyo aka, ikki shirin go'zal tilaklar. keliko'l baxt bo'lsin. Farzandlar to'yda ham xizmat etmasmiz. Hujjatlarni Oyoq studiyasi. Legenda. Akhbar. Assalomu alaykum. Ahlarda bo'lingda, video ham turadi. Jamoalari. Jamoamizga Omad tilaymiz. Oriol studiyaga ham gap yo'q. Eng zo'rini Oriol video studiyasi bugun bayram yonadi. Sog' bo'linglar. Günler mübarek mübarek Yar can yar yar Bahtımızın iki yaş Günler mübarek yar yar Mana bugun xizmatingizda bir talay san'atkorlar guruhi, Sherali Boyqobilov boshchiligida bir talay san'atkorlar guruhi. Qolaversa, mahovati va tarovati bilan ulkamizda Davruh qozongan Volidam Tantanalar saroyi ma'muriyati bilan birgalikda qolaversa, eng sifatli videochi do'stlarimiz, akalarimiz hozir o'zi tumanimizda, qolaversa viloyatimizda Qashqadaryoda o'zi bitta chiroyli ko'rsatuv bo'lyapti. Uni ko'rib, menimcha kuzatib bo'lyapsizlar. Yaxshilik sari degan ko'rsatuv bor. O'shani chiroylikkina prodyuser, montajyori ustozimiz Oriol video studiyosining bosh rahbari Yoqub akam chiroylikkina yoritib bo'lyapti. Mana nasib qilgan ekan. Xudo xolasa bugun to'yimizni hech qanaqa gala konsertdan kam o'tmaydi deyishga biz to'laqonli san'atkorlar nomidan va'da beramiz. Hurmatli mehmonjonlar, qo'llaringizlar bo'sh bo'lsa bitta chiroyli qarsaklar bilan davramizni ochishga e'lon qilsak. Biz davramizga ajoyib iste'dodli xonanda, ovozda mehri, aqlida zehni bor san'atkor, Qashqadaryo farzandi, chiroqchimiz chirog'i, ustozimiz Sheralijon Boyqobilovni davraga taklif qilamiz. Kelin-ko'rlarimiz, shohsupalarimizga chiroyli joylashib o'tirib olasizlar. Baxtli bo'linglar. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hamda mezbonlar. Mana bugun Xudoy nazar tushgan xonadonda katta to'y tantana bo'ling, istab sharaf bo'lmish. Kuyov ukamiz Sog'inchbek kelishasini bilan qo'sha qilsin, baxtli bo'lsin. Eng yomon kunlari mana shunaqa bo'lsin. Hammaga ashka tilaymiz, qo'shnilarimizlar uchun marhamat, to'ylarim muborak bo'lsin. Sevgimiz haq qilib borsam ko'narmikan Divonadir yo ustimdan kularmikan Bilmay sevdim qancha jalonlarini Ko'zi yuragimni yaraladi Sochlarimni nastarimlar taraladi Dunyo oshiq umrimizni orasidan Meni bir o'zimni saraladi Ola ko'zi yuragimni yaraladi Sochlarimni nastarimlar taraladi Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Har endi kuyov do'stlar hammasini yonimga chaqiraman, bitta doira barobar qilib o'ynayotganmiz. Kelinglar kuyov do'stlar, tortinmaymiz. Do'sti yorlar. Kamruzimli katta bo'ldi. Bugun to'yxona. Bizlarni chorlar. Qani kuyov do'stlar ketdik barobar qilsiga. Hoppa!
narsa bo'lsin, mana shu 2002-yillar. Malades, gapni qo'ylanib olyapsiz. Keling shogirdlar. Quyosh bugun charaqlagan aziz do'stlar o'zgacha. Gullovlar intilishar etakdek bahorgacha, to'y xayolda uxlamagan kelin-kuyov tonggacha, bugun yetdi ulari to visolgacha. Visolingiz muborak deb aytaman dildan kalom, singlim to'ying muborak deb yo'llayman dildan salom. Ashulasini aytsin hofiz, naychi chalsin sozini, kelin-kuyov bir-biriga aytsin dildan rozini. To tonggacha she'r aytmoqqa yetar mening bardoshim, navbat kutib turibdi-ku, ahli do'st qarindoshim. Yana bir bor ehtiromla, singlim to'ying muborak, ishvoyda baxtli bo'lgin, baxting yoring muborak. Onajonlarimiz bormisizlar? Erkak qidalarimiz davrada ishtirok etayotgan bo'lsanglar, kelin va kuyovlarimizni onalarini davraga taklif qilamiz. O'zi bizlarni eshityapsizlarmi? Iltimos sizlardan agar davracha cho'zilib ketmasin, onajonlar qidalarni yetalab kelasizlar davramizga. Sizlardan eshitamiz. Bardoshi akonam, Sabri akonam, to hanuz boshimda sodiq parvonam. Ko'zi kulib turar kipriklarini, dardini hech kimga aytmagan onam. Allasga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganni, she'rlarni baland tog'ning tog'iga. 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shirkimas kechirsin Xudoyim o'zi. Men faqat onamni tavob qilaman. Boshdan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'zi tirik ma'budki onam. Aslida mehrdan bunyod bo'libman. Nurdayin pok oppoq Ka'ba onam. Men esa oq Ka'ba izlab yuribman. Rosti dunyoni o't olib ketar. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin farzandlar bir tinga qimmat. Onasini duosim olmasa agar. Parvona bilmay tunu kun, nelar qildim siz uchun onam. Hali shunday kunlar bor, nur taralgan yo'llar bor, duolaringiz tufayli onam. O'ynang onam, jannatim o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang, farzandsizniki kirilib o'ynang.